bu dunyoda sizga yomonlik qilgan, g'azabingizga yoki nafratingizga sababchi bo'lgan odamlar hayotingizda bo'lmas ekan, siz hayotingizdagi yaxshi odamlarning qadriga yetmaysiz, yetolmaysiz. Biz bu faqat sizga emas, bu hammamizga taalluqli. Biz faqatgina qachonki bizga mana shunaqa odamlar hayotimizga kirib kelsa, bizni orqamizdan pichoq urgan, bizni ko'zimizga qarab kulib turib orqadan yomonlik qilgan odamlarnigina ko'rsak, biz tushunamizki, akasida shunaqalar ham bor ekan. Men tushundim va ular bunga aybdor emas, ular rolini ijro etyapti. Bo'ldi, Alloh menga tushuntiryapti. Mana shu hayotda qara, mana bunaqa odamlar bor. Endi mana buni ko'r, bunaqa ham bor, endi mana buni ko'r. Mana bu odamlarga sendan hech narsa kerak emas. Ular seni pulingga, mol dunyoingga, hech narsaga qarab qolgani uchun ular seni shartsiz sevadi. Shunchaki shu hayotda borliging uchun deb bizga farzand beradi, bizni ota-onamizni beradi. Shunchaki sizni shartsiz sevadiganlarni, siz ularni qachon qadriga yetishni boshlaysiz, qachon mana shu narsani anglashni, haqiqatda mana shu shartsiz sevadigan borimcha, pulim bormi, yo'qmi, yaxshimi, yomonmi, hech narsaga qaramasdan, yuzimda kraskam bormi, kraskam yo'qmi, semizmi, ozg'im, farqi yo'q. Shartsiz sevadiganlarim kim? Ana shular. Va shu narsani solishtirishni toki o'rganmas ekansiz, qanday bilasiz bular yaxshi ekanini? Mana shu insonlar hayotingizdagi eng oliy mukofotingiz ekanini qayerdan tushunasiz? Toki agar yomonlarni ko'rmasangiz, mana nima uchun bizga yomonlar kerak? Bizga solishtirishni tushuntiryapti Xudo. Solishtir va tushun, angla, qadriga yet deyapti.